Kechirasiz, ishlayapsizmi? Salom. Bo'lmasam-chi, o'tiring. Rahmat janob. Ishni boshlashingizdan oldin sizga bir gapni aytishim kerak. Menda Qanday soch turmagini tanlaysiz? To'g'risini aytsam, har qanday soch turmagi hozirgi holatimdan yaxshi bo'lsa kerak. Lekin pulim ko'p emas. Ismingiz nima? Haligi Kelvin. Menga pulingiz kerak emas, Kelvin. Qalay, yoqdimi? To'g'risini aytsam, bunday ko'rinishda ekanligimni unutib qo'yibman. Rahmat sizga. Sizga katta rahmat. Mana buni oling, menda bori shu. Kerak emas, qo'ysangizchi. Sizga ular mendan ko'ra ko'proq kerak. Nima? Rostdan olmaysizmi? Rahmat janob, sizdan juda ham minnatdorman. Bugun suhbatga borishim kerak edi. Nima? Shu ust-bosh bilanmi? Mana buni oling. Sanuzelda rakvina bor. Albatta vanna emas, lekin yo'qdan ko'ra yaxshi. Yuvni bo'lib ust-boshingizni almashtirib oling. Xudoyim. Rahmat sizga. Iltimos mana buni oling, iltimos. Kerak emas. Buni oling. Faqatgina sizning ham imkoniyatingiz bo'lganda yaxshilikka yaxshilik bilan javob bering. Albatta shunday qilaman. Albatta, qani yura qoling. Shu lahzadan boshlab mening hayotim yaxshilana boshladi. Suhbatdan o'tdim, ishli bo'ldim, assistent bo'ldim. Keyinchalik ko'chmas mulk haqida barcha narsalarni o'rganib chiqdim. Keyinchalik shahardagi eng yaxshi brokerlardan biriga aylandim. Shunchalik bo'ldimki, ko'chmas mulklarni sotish uchun uzoq vaqt sarflamasdim. Oradan vaqtlar o'tib, haqiqiy investor bo'ldim va o'z ko'chmas mulklarimni sotib olishni boshladim. Va mana shu yerni ham sotib oldim. Bundan ro'parosi 20 yil oldin menga bepulga xizmat ko'rsatgandingiz. Men buni aslo yodimdan chiqazganim yo'q. Bu dunyoda yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytarishdan ko'ra yaxshiroq narsani ko'rmadim. Bu sizning yaxshiligingiz. Buni oling. Ey Xudoyim, ko'zlarimga ishonmayman. Sizga qanday minnatdorchilik bildirsam? Yo'q, esingizdan chiqqan ko'rinadi. Agar sening ham imkoning bo'lsa, yaxshilik qil.